Qarindoshlarım, vatandoshlarım, assalomu alaykum. Bütün dünyadaki barliq musulmon xalqi ve mening Uyg'urlarim. Vatan içi teşideki barliq mening qarindoshlarım, avladım. Bugün akşam haqchan hammanglar qo'psizlar bir kun burun kelayotgan ulug' ro'za Ramazan bilan hammanglarni tabriklayman. Bugün biz taqazzoliq bilan kutgan Ramazan oyiga, ulug' Ramazan oyiga kirib ketib boramiz. Allah hammanglarning tilaklarini ijobat qilsin. Xudoyim ash vatandagi lagirdagi, turmidagi, azon qulluqdagi, azob uqubatdagi, yo'kab ektibatgan ballarimiz, qizlarimiz, ishkir o'lkalardagi zulm tatbatgan farzandlarimiz, qarindoshlarimiz ozod bo'lsin. Ulug' ro'za Ramazonning haq hurmati vatanimiz Xitoy zolimlarining qo'ldan qutulib, mustaqil o'zimizning bir davlatimiz bo'lsin. Qarindoshlar, men sizlarni ulug' ro'za Ramazon bilan tabriklab, o'zimning salomimni yo'llash bilan billa Allah mushu ulug' ro'za Ramazonning haq hurmati bütün dünyada bütün musulmonlarning Allohga qo'l ko'targan kunlarining haq hurmati Uyg'ur xalqiga Allohdan bo'libmi Sharq Turkiston ya'ni Uyg'uriston xalqiga Allohdan ozodlik so'rayman va mushu beshimizdagi mushkulliklarning ko'tarib o'tishini Allohdan so'rayman. Qarindoshlar, mushu ulug' ro'za Ramazonni nihoyat chiroyli tutib bir-birimizning o'ttirdi bo'layotgan nizohlar bo'lsa ko'tarib o'tib, har qanday xafaliklar bo'lsa kechirim qilib, vatanimizning ozodligi uchun xalqimizning burunqi vatan ichidagi xalqimiz burunqidek mishlarga berib namoz o'qiy oladigan, ro'za Ramazonlarni bir-biri bilan ishiklarni tovlab, zo'liq qo'pira oladigan, iftorlik chaqira oladigan holatga kelish uchun hammamiz qo'limizni ko'taraylik, hammamiz duo qilaylik. Men sizlarning tilaklaringlarning, o'zimizning tilaklarimizning, bütün dünya musulmonlarining tilaklarining mushu ro'za Ramazonda ijobat bo'lishini Allohdan so'rayman. Yalnız biz Uyg'urlarni emas, har qanday dunyoning har yerida zulm chekayotgan, azob tatayotgan, o'rlikka mush azob uqubatdan qutulish uchun tashna bo'layotgan har qanday Allohning bandalarining hamma ishining oson bo'lishini Allohdan so'rayman. Şunun bilan hammanglarga samimiy salom yo'llab, ballaringlarga, o'zinglarga va sog'lik, salomatlik va shu lagerda yotgan tuqqanlaringlarga ozodlik tilab hammanglarga salom yo'llayman. Rahmat sizlarga. Ramazonni biz yaxshi o'tkazaylik.